Assalomu alaykum do'stlar. Ozodbek Manzarov kanaliga xush kelibsizlar. Bugun biz sizlar bilan Amerika kanali haqida gaplashamiz do'stlar. Yangi kanal ochdim, Amerika kanal. O'tgan videolarimda aytib o'tdim. Videoni o'zingiz ko'rib qo'ysangiz O'zbekistonga rekomendatsiyaga chiqib ketadi deb, men shu kamchilikni to'g'riladim va o'zim videolarni ko'rmasdan yuklayapman hozir. Mana bu natija berdi do'stlar. Bir kunda 14 ta obunachi qo'shildi. Yangi kanal ochdim va shorts video yukladim. Ikkita shorts video yukladim va bittasi rekomendatsiyaga chiqib ketdi. Bir kunda ichida do'stlar yukladim. Uje 1-2 soat o'tmas uje rekomendatsiyaga chiqdi video do'stlar. Mana ko'rib turibsizlar, o'zbek auditoriya yo'q. Hozir kirib ko'rsatib beraman to'liq. Mana ko'rib turibsizlar do'stlar, juda bomba bo'ldi. Amerika Qo'shma Shtatlari 26.3% ko'rdi, Braziliya, Meksika, Britaniya, Italiya, Fransiya, Filippin, Saudiya Arabiston, Kanada, Ispaniya. Shu davlatlar ko'rdi do'stlar shorts videoni. Bu juda ham zo'r bo'ldi. Men nima qilib erishdim degan savollar ko'pchilikda tug'iladi albatta. Bunga men kanalda nastroykasini to'g'ri qilib terib chiqdim. Hamma yoqdan videoga mos qilib, kontentga mos qilib hashtaglarni, eng mashhur hashtaglarni yozdim va bu natija berdi do'stlar. Kanalda Pony Amerikanskiy qilib nastroykalarini terib to'g'rilab chiqdim hamma yoqda. Bunga ancha vaqt ketib qoldi. Xohlovchilarga agar shularni ham qilib beraman, nastroyka qilib beraman kanalni Amerika kanaliga moslab. Faqat banner bilan suratni o'zingiz menga tashlasangiz, ularni o'zingiz ham joylab qo'ysangiz bo'ladi. Joylangan bo'lsa, yangi kanal ochib menga bersangiz, nastroykalarni to'g'rilab beraman do'stlar. Bu xizmat pullik. Atiga 20 ming so'mga hamma yoqni nastroyka qilib beraman va sizga video yuklash qoladi xolos do'stlar. Keyin videolarni yuklashda xatolik yo'l qo'ymasdan yuklasangiz albatta natija beradi, bilasiz. Lekin shorts video yuklayotganingiz agar o'zingiz ko'rib qoladigan bo'lsa, u kanalni Amerika kanaliga nastroyka qilganingiz bilan o'zingiz bitta video ko'rinib qoldi, bo'ldi. Kanalingiz uje o'zbek auditoriyaga rekomendatsiyaga chiqishni boshlaydi do'stlar. Nastroyka ba'zida foyda bermasligi ham mumkin. Nimaga sabab? O'sha videoni o'zingiz ko'rib qo'ydingiz. Ingliz tilida nom qo'yasizmi, u videoingiz inglizchami, naqami farqi yo'q do'stlar. Siz O'zbekistonda yashaysiz, O'zbekistonda ko'rib qo'ydingiz, bo'ldi. O'zbekistonga rekomendatsiyaga chiqdi videolar. Hech qachon O'zbekistondan Amerikaga rekomendatsiyaga chiqib ketolmaydi unda. Juda ko'p vaqt ketadi. Keyin to'g'rilagani faqat inglizcha. Chunki o'zbekcha bir marta ko'ringandan keyin yana videolar qidiruvda chiqib qolishi mumkin. Shuni inobatga oling do'stlar. Men kanalda nastroyka qilib berishim mumkin agar xohlovchilarga shu video ostiga kommentariyaga yozib qo'ysangiz, qilib berishim mumkin do'stlar. Xizmat 20 ming so'm atiga. Agar banner bilan suratni o'zim yasaydigan bo'lsam, sizga 40 ming so'mga tushadi. Lekin siz o'zingiz tayyorlaganingiz oson, uni YouTubedan ko'rib ham qilsangiz bo'ladi. Logotip bilan, rasm bilan bannerni kanalingizga o'zingiz qilib menga tashlasangiz, men qo'yib beraman. Yangi kanal ochib o'zim to'g'rilab beraman do'stlar. Sizga shu arzonroq tushadi. Atiga 20 ming so'mga Amerika kanalida yurgizishingiz mumkin do'stlar. Mana ko'rib turibsizlar, yana qolgan nastroykalar ko'rsatib o'taman. Bu kanalim video nima haqidaligini aytolmayman, sababi bor. Chunki aytsam, qidiruvda masalan videoni ko'rgan odam topishga harakat qiladi. Kanalda rostdan shunaqamikan deb. Mana ko'rib turibsizlar, rostdan shu do'stlar. Video mana eng ko'p ko'rganlar mana 25 yoshdan 34 yoshgacha, 35 dan 44 yoshgacha ko'rgan videoni. Mana hali obuna bo'lmagan 100% turibdi mana. Lekin obuna bo'lganlar mana 14 plus do'stlar, ko'rib turibsizlar mana. Bitta shorts video mana 893 marta ko'rildi. Bo'ldi, shu bilan mana video 14 ta obunachi olib keldi do'stlar bu video. Bu yo'nalishlarni ham tez orada video qilib chiqaraman do'stlar, alohida qilib. Qaysi yo'nalishda yurgizgan yaxshi, buni ham sizlarga hozir aytib ham o'tib ketaveraman. Ko'proq o'yin mavzusi bo'lsa, PUBG mavzusi do'stlar uncha rekomendatsiya chiqadigan mavzu bo'lmay qoldi. Bilsangiz, PUBG o'ta ham ko'p, YouTube'da o'ta ham ko'p PUBG'chilar. Siz umuman boshqacha yangi yo'nalishlarni topishingiz lozim. Bu yo'nalishlar qanaqa? Mashina urishtiradigan o'yinlar bor, bilsangiz. O'shani videoga olib, o'ynab,
YouTube'ga joylasangiz ijtimoiy tarmoqlarda ko'tarilishi yaxshi do'stlar. Ko'pchilik qiziqadi bunday oddiy videolarga. Qisqa video bo'lsa, ko'pchilik ko'radi. Shu kanalingiz ko'tarilishiga yordam bo'ladi. Ko'pchilik o'zining sohasi bo'yicha yuritishi mumkin. Xohlasangiz o'zingiz sohangiz xohlaganingizcha kanalda o'zingizga moslab yuritishingiz mumkin do'stlar. Bu majburiy emas. Men sizlarga tavsiya beryapman xolos. Xohlasangiz o'sha mashina o'yinlar o'ynab, ko'proq game yo'nalishida yo yana nima desam bo'ladi. Hozir ko'pchilik kulinariya deydi, ovqat pishirib, bu ham inglizcha ekan, amerikancha qilib, uni ham moslasangiz bo'ladi do'stlar. Bu harakatga bog'liq. Harakat qilsangiz, albatta natijaga erishasiz do'stlar. Hozir men kanalda nastroyka qilib bergan taqdirimda ham, masalan, 1 kun qo'ydingiz, 2 kun qo'ydingiz, 1 hafta qo'ydingiz, videongiz rekomendatsiyaga chiqmayapti, aldabdi deyishingiz mumkin. Yo'q, bu xato. Ko'pchilikda har xil, hammada har xil. Bittada yukladingiz, rekomendatsiyaga chiqib kanalingiz ko'tarilib ketmaydi. Bilsangiz YouTube'da o'ta ham ko'p odam ishlaydi, juda ham ko'p. Sanog'i yo'q. Bilsangiz kanallarni masalan bitta nomni qidirsangiz, masalan PUBG deb qidiring. YouTube'da nechta o'yinchi yo kanallar kelib chiqadi. Bu o'zingiz harakatingizga bog'liq. Video yuklashdan to'xtamasdan, sabr bilan qilsangiz, albatta natijaga erishasiz do'stlar. Keyin Amerika kanal monetizatsiya yoqqandan keyin qancha to'laydi deganlarga ham savollar bor. Amerika kanaliga monetizatsiya yoqdingiz, 1000 ta obunachi 4000 soatda yig'dingiz yoki faqat shorts video yuklab 10 millionta videongiz ko'rildi, monetizatsiyaga uladingiz. Birinchi o'sha yuklagandan so'ng, monetizatsiya yongan so'ng biroz rekomendatsiyadan tushadi videolaringiz. Yana video yuklashdan to'xtamasdan harakat qilganingiz sari yana ham ko'tarilib ketadi do'stlar. 1000 ta obunachiga har xil to'laydi. Amerikaga 1000 ta obunachiga hozir $1 ko'proq to'laydi. $1 atrofida yo undan ko'proq to'lashi mumkin do'stlar. O'zbek auditoriyaga 100 mingtaga $1 to'lasa kerak adashmasam. O'zbek auditoriyaga bilasiz, uncha pul to'lamaydi. Ko'proq Amerika uchun ishlash kerak do'stlar. Harakat qilsangiz, albatta natijaga erishasiz. Aytdim, xizmatda aytib o'tdim do'stlar. Amerika kanal nastroyka qilib berish 20 ming so'm. Qiziquvchilar shu video kommentariyasiga yozamiz. Kimga kerak bo'lsa, menga kerak deb yozing. Men o'zim aloqaga chiqaman do'stlar. Rahmat hammaga. Video foydali bo'lgan bo'lsa, likelar, podpiskalar bosinglar do'stlar. Amerika kanallar haqida yana ham videolarni chiqarib boraman. Rahmat hammaga. Omad.